Hozirroq bu la'nat reelslardan iloji boricha tezroq qutuling. Siz reels ko'rib o'zingizni dam olyapman, ilhomlanyapman deb o'ylashingiz mumkin, lekin siz aslida zaharlanyapsiz. Eslatma, bu videoni hozirroq saqlab qo'ying. Baribir haqiqatlarni aytganim uchun Instagram yoki meni bloklaydi yoki bu videoni o'chirib tashlashadi. Mana sizga birinchi haqiqat. Tasavvur qiling, bu Instagram tomosha qilayotgansiz. Videolarni esa algoritm sizga tavsiya qilyapti. Algoritmni yaratganlar esa olim professorlar, psixologlar, dasturchilar va hattoki data ekspertlaridan tashkil topgan yuzlab mutaxassislar. Ularning yagona maqsadi bo'lsa, sizni ilovada iloji boricha ko'proq ushlab turish va boshqa narsa emas. Mabodo siz bu odatdan qutulmoqchi bo'lsangiz ham tinib-tinchimas komandaga qarshi bitta o'yiz jang qilishingizga to'g'ri keladi. Keling endi boshqa haqiqatlar haqida gaplashamiz. Statistika yoxud haqiqiy fojia. Birinchi fakt. Reelslar sigaretdan ko'ra odamni tez o'ziga ko'niktirib qo'ya oladi. Ikkinchi fakt. Diqqat qilish qobiliyatimiz ancha sustlashgan. 2000-yilda 12 soniya bo'lgan diqqat qilish qobiliyatimiz 2015-yilga kelib 8 soniyaga tushib qolgan. Hattoki oltin baliqning diqqat qilish qobiliyati ham 9 soniyaga teng. Xo'p, sizni depressiyaga tushiradigan asosiy narsalardan biri bu ijtimoiy tarmoqlar. JAMA Pediatrics'ning 2023-yildagi tadqiqotlariga ko'ra, kuniga 3 soat ijtimoiy tarmoqlarda o'tirgan yoshlar depressiyaga 2 karra ko'proq qurbon bo'ladi. 37% o'smirlar o'z tanasidan ijtimoiy tarmoqlar tufayli nafratlanishadi. To'rtinchi fakt. Odamlar telefonlarini kuniga 144 marta tekshiradi va bu o'rtacha holat. Asosiy sababini o'zingiz taxmin qilib ko'ring. Xo'p, bu muammoni oldini olish uchun yoki umuman hal qilish uchun asosiy yechimlar: limit o'rnating. Kuniga 30 daqiqadan oshib ketmagan holatda ijtimoiy tarmoqlar uchun chegara belgilang. Uzoq muddatli kontentlarni iste'mol qilishni boshlang. Kitob o'qish, YouTubedan darsliklar tomosha qilish yoki mazmunli podkastlar ham sizga yordam beradi va doim yodingizda tuting. Maqsadingizga olib bormaydigan har qanday ish sizni undan uzoqlashtiradi.